Bugun yo'lovchilar bilan Mikko'ni toping interaktiv o'yinini o'ynaymiz. To'g'ri topganlarga esa Mikko tabiiy sharbatini sovg'a qilamiz. Yordam sifatida aytamiz, ikkitasi to'g'ri, ikkitasi xato. Qaysi birini almashtiramiz? Qoldim shunday. Afsuski, 3 tasini xato qilib, bittasini to'g'ri qildingiz. Agar 4 talasini ham to'g'ri qilganingizda Mikko tabiiy sharbatini beradi. Hammasini to'g'ri topdingiz. Tabiiy gap yo'q. Hop. Hammasi to'g'ri. Shirin aka. Gap yo'q. Hamma 4 tala ta'mli suvni to'g'ri topdingiz. To'g'ri? Ha? Hop. Gap yo'q. 4 talasi ham to'g'ri. Bu sizga natural Mikko ichimligi. Sog' bo'ling, charchamang. Aniq shu javobni qolamizmi? O'zgartirmaymiz. Hop, 4 talasini to'g'ri topdingiz. Hozir sizga sovg'a qilib, Mikkoni tabiiy sharbatini beramiz. O'zgartiramiz. Apelsin. Apelsin bu yoqqa, hop. O'zi 4 talasini to'g'ri topsangiz, tabiiy sharbat berishimiz kerak. Hozir bittasini topgan bo'lsangiz ham tabiiy sharbat bermoqchimiz. Bu sizga Mikkodan natural anor ichimligi. Hozir ichib ko'rib, fikringizni bildira olasizmi? Keyingi interaktiv o'yinlarni o'tkazib yubormaslik uchun Mikkoga obuna bo'ling.